Agar soch to'kilishiga duch kelgan bo'lsangiz, ayolmisiz, erkakmisiz, yoshingiz nechida bo'lishidan qat'iy nazar, bu baribir odamning o'zida bo'lgan ishonchiga uradi. Va eng katta muammo sochi o'zida ham emas, balki atrofdagi gap-so'zlar, yog'lar, massajlar, mo'jizaviy ampulalar menga yordam bergan degan maslahatlar. Bugun men ochiq-oydin shuni tushuntirmoqchiman. Soch to'kilganda nimaning haqiqatdan foydasi bor va nimalar shunchaki vaqtingizni oladi xolos. Eng muhim narsadan boshlaymiz. Soch to'kilishi bu bitta tashxis emas. Turli sabablar bo'ladi. Genetik soch to'kilishi, stress, kasallik yoki gormonal o'zgarishlar, autoimmun shakllar, jarohatlar yoki agressiv parvarish oqibatidagi to'kilish. Eng katta tuzoq ham shu yerda. Bir xil usul bir holatda yordam berishi mumkin, boshqa holatda esa vaziyatni yanada yomonlashtiradi. Shuning uchun savol nimani surta emas, balki hozir sochingiz bilan aynan nima bo'layotgani. Odamlarning 90% davolashi bir xil boshlaydi. Tashxissiz, taxmin bilan ular sababi emas, balki vositani izlaydi. Natijada vaqt o'tadi, soch to'kilishi davom etadi. Follikullar kuchsizlanadi. 1-2 yildan keyin esa davoladigan narsa deyarli qolmaydi. Agar follikullar o'lib bo'lgan bo'lsa, hech qanday krem uni qayta tiriltirmaydi. Mashhur misol rozmarin yog'i. Internetda ko'p aytishadi, minoksidilga o'xshab ishlaydi. Muhim jihatlari tadqiqot juda zaif. Taqqoslash minimal dozada bo'lgan, haqiqiy soch o'sishi juda kam. Ko'pincha stressdan keyingi tabiiy tiklanish bilan mos tushadi. Bu rozmarin zararli degani emas. Bu shuni anglatadiki, u soch to'kilishini tibbiy muammo sifatida davolanmaydi. Eng xavfli illyuziya, bir narsa qilyapman demak davolayapman. Ba'zida siz shunchaki muammo qanday ketayotganini tomosha qilasiz. Hozir yoqimsiz, lekin muhim gapini aytaman. 1-2 yildan oldin to'kilib ketgan sochlarni ko'p hollarda qaytarib bo'lmaydi. Zamonaviy tibbiyot qila oladigan narsalar: jarayonni sekinlashtirish, qolgan sochlarni saqlab qolish, sifatini yaxshilash. Lekin organizm allaqachon o'chgan narsani qaytarib bera olmaydi. Shuning uchun muvaffaqiyatdagi eng muhim omil vosita emas, balkim vaqtdir. Qisqa va ochiqcha aytganda, kommentariyada emas, shifokor diagnostikasi. Sehrli vositalar emas, sababni topish, dalillarga asoslangan usullar, har ehtimolga agressiv muolajalardan voz kechish, real kuchlar. Sochning davolash bu bir oylik tajriba emas, balki marafon. Qanchalik erta mo'jizaviy vositalarni izlashdan to'xtasangiz, tibbiy faktlarni qabul qilsangiz, natijani saqlab qolish imkoniyatingiz shunchalik yuqori bo'ladi. Vaqtingizni asrang. Sochingiz uchun vaqt har qanday vositadan muhimroq.